Yaş köygünümge opmoqshash ekanmish. Bosim bo'ldi ekan. Eviday. Hey, men qotsa. Bu yakshan bo'lgandan keyin birga o'tirib mashliq qilsaqmanda, nemanda ishing tugmaydi va? Ustoga men tayyorlab qo'ydim, chiqib ishga turgan, hozir chiqma. Sen hozir chiqmaydigan yarim soat oldu ya. Nima ishlarni qilyapsan kinta? Ish qilib kichik ish qilmadim. Ha, Sizni xush qilaman deb, qilmadim qilmayotgandan hozir. meni xush qilaman debmi? Ha? Qandan xush qilasan meni? Sizni xush qilgan ishchiq, choy iching. Oo. Hey. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Bu nima o'fchandiki? Ha? O qara quloqlaring, bo'yonlaring, hammayoqlaring zanjirli-ku. Sizni kelsa, oldiga chiroyli chiqay deb buni otang to'rini akagizdim. Bugun keldim buni texi. Bo'lmabdimi? Hey. Men 2 oy komandirga berib kelguncha bu o'zgirib ketibsan deyman. Nimalarni kiyib olgansa deyman. O'zgiribdimanmi? Mushunda bo'lmoqchi shu. Kichik qizlardek chiroyli yasinib yursam, siz texim yaxshi ko'rasiz. Choy qo'ya? Bundan keyin davomli mushundoq yasinib yuray, ya. Ha, ashta shu. Kelarapning ishkisi nima kun bilamsiz? Kelarapning ishkisi seshanba? Jon, tuzuk gap qilgan. Seshanba shu. Ha? Ishimizning to'y xotib kun emas-da. Voy, biz qishda to'y qilgan tursa. Unda bo'lsa, uydagi birasimizniki tug'ilgan kunimi ya? Undaqmi emas? Unda bo'lsa nima kun? Taqaza qilmaydi-da. Kelarapning ishkisi-chu, odam aldash bayrami. Nima bo'pti odam aldash bayram bo'lsa? Nim bo'ladi? Bundaq hayit bayram deganda kunlarda ayol kishilar kiyim kiyganmiz. Hey. Shuningga oldimizdagi to'y kun, hayit bayram, bundaq xotir kunlarning hammasiga atab to'rdan jiq kiyim setib oldim. Yaxshi qilibsan, obdan qilibsan. Ey, kiyimni kiyyapsan-ku. O'tganda tek ayollar bayrami deb keyding. Uning oldida yengillik deb keyding. Kiyimlaringni hammani chiqib do'kondan ichib beraymi sana? 8-mart ayollar bayramida olgan kiyimining markasini tek so'kmagansa, ha? U ishkisi qandoq o'xshaydi? U degan ayollar bayrami. Hey, ikkisining nari o'xshamaydi, qayeri o'xshamaydi. Ey, nima 20 kun farq qildi shu. Ajabmi ish jo'z torka. Hey. Salima, nomus qila. Nomus bir qila. Qara, ha, men sana hisoblab beray. Yangi yilda bir kaydan. Chag'anda bir kaydan. Tug'ilgan kunimda bir kaydan. Do'stimning bolasini sunnat to'yi deb bir kaydan. Ayollar bayrami deb kaydan. 4 oyda 6 qitim kiyim kiysang, ma uydagi 3 jonning kanini qo'ziq esib qo'yamdiq. Ha? Voyjon, siz statistik idorasi ishlasingizmi bo'pti ekan? Kishi degancha unda hamma ishlar aralashib olmaydigan. Siz xil kam qilsaqku. Men azroq enchik bo'lmasam, sening bu yet bayramlaring tek tugmasa, ha? Yilning 5'ida bir boshlab olsang, toki yil oxirlashib, Rojdestvo bayrami bo'lganda tugaydi. O'ylab baqa. Teqa orliqdagi to'y kun choy paylarini qo'shsam bag'o. Ish qilib, seningmish kiyim kiydiganqa ba'ni chiqib turdi g'ozade. Orliqdagi bayram xotir kun deganlarni kiyim kiyman deb yurmadim bo'lmasa. Ras. Bir gap unutib qoptiman. 12-mart ko'chat tikish bayramida bir kiyayotgan bo'lsam, alhamdulillah. Hey, ayol kishi degandan-chi ko'nglim shunday kiyim kechakda qo'shildigan narsa. Yo. Ajab bir zoliqib ketdingiz odamni. Hey. Ilmi bu shu bir yilning ichida bayram yo'q kunlarmi bo'ldi ekan juma. Bo'lmaganmi sening dading borku? Men o'ni ishning hamma yerga kiyim to'shib, men buzurgidek yami qolmaydi ekan to'q. Hey. Siz unda degan bilan-chi, mendan mijiq kiyim kiydigan do'stlarim bormi? O'zing bilsa, men azaldan ko'z kichik, pixsiq erlardan emas. Ayol kishining ishlariga aralashqim kelmaydi. Seni yaman kiyim kiyishdan to'spoqmidim, o'zing ko'ryapsan, ha? Lekin Qandoq deysiz? Men qara. O'zing bilsa, hamma ishning yo'li yarışı bo'ladi.
Çekini açkan işini hiç kadar yaxşı görmeyin. Kiyimni müço qara, mal beden şekliga, yosh quramıga, yarashgan yarashmaganligiga, salohiyatiga qarab kelgan narsa. O xaligacha mod qo'g'lashdim deb buni kiyib olsang, toza qamlashmaydi Salima. Undaq bo'lsa, mening kiyimlarimni yarashmabdi demoqchimisiz? Hey, menden sormay, aynak verip bir qarab baqa. Muş taq turkumunda hazır seni kimi 30'dan aşgan, öğü tutgan bir ana deydi o. Ha? Burunqi zamanlarda to'y qilmagan qiz, yangi to'y qilgan cho'ka, balisi bor juvonlarni ma kiyib olgan kiyimiga, choch fasoniga, ma taq turga qarab belgili bo'ladi degandik. Hozirgi jamiyatimizdagi ma bir qism qiz ayollarimizning taq turga qarab salohiyatini faqatli belgili olmaydi. Ha, boshqa qiz ayollarga ko'z tashlab yurdim danga. Vay o, nimadan deb so'raydigan sen Salima? Men demoqchi, hamma odam o'ziga yarashimli, yarashadigan kiyimlarni kiyib bo'lmamdi demoqchi. Xato tushunmagan gapimni. Xalq bilan sizning nimkoringiz deyman. Hammadan o'ziga yaragan narsa kiymamdi u. Kiyimsin emas, kiysin. Yarashganni kiysin. O'ziniki salohiyatiga va yosh quramiga moslashganni kiysin. Sen mi to'g'rini oldin deb nima jangurjumur bir nima kiyib oldi ekansa, atdiganmi gap qilay desam, ko'nglimni og'ritib qo'ymay deb ortiq gap qilmadi. Sizning chiza, endi men 30 dan oshdim. 10 yosh kirgan bolam bor, qirdim deb labdur kiyinib yursam bo'ldi ekanda. Olgan kiyiming yo o'zing yarashmaydi. Ish qilib birsi yarmasa birsi yaraydi. Birsi yarashmasa birsi yarashidi. Siz degandek kiysam 4 kunda mendan zerikasiz aqchon. Sizlar erlardan bilmem deb, ayollarlar anikay, manikay deb qo'yib, ko'chada satan kiygan qizlarning keyinda tozma araysizlar. Hey, tuz gap qila. Hamma erlarni uchun bir tayq aytsang bo'lmaydi. Ish qilib men ularni orasida emas. Hammanglar er kishi atrofimiz uchun bundoq ishlaydigan samondek. Aras. O'tganda Ershadning ota-onalar yig'iniga berib kelganda Ershadning degan gapi esingda bordi. Qaysi gapni deysiz? Yilqi Toyirning opasi kichikroqda kelgan kiyimlarni hozirmi kiyib yurdigan degan gapichu. Esingda yo'qmi? Salima, sen ma taq turqimga diqqat qilmay, mushta jangir-jungur kiyib yurdigan bo'lsang, atogin singmi tegdi jumomish gap. Qara, Salima. Sen o'zingning salohiyatiga yarashgan, o'zingga yarashimli madaniy kiyinib yursang, sen mening nazarimda mangu kichik, mening nazarimda mangu umoq. Men seni hech kimga taqilmayman, bildingmi? Biz ota-ona bo'g'chilar avval farzandlarimizga o'zimiz ulgu bo'lishimiz kerak. Biz ulgu bo'lmasak, farzandlarimiz bizni to'g'rab qolsa qanday bo'ladi sen deb baqa. To'g'rimi, xatomi? Undaq bo'lsa, Anvar. To'rdim bir muncha kiyimlarni olib qo'yib ekanman, qanday qilman? Voy, qanday qilman demay, yondirayotsan shu, qanday qildi? Hey, bo'pti. Sen o'z qo'lim bilan kiyim olmaganimi, zamon bo'lib ketibdi. Bugun chiqib, sana o'z qo'lim bilan bir badanga maskildigan, yosh quramiga maskildigan kiyimdan bir qurab beray. Analar bayramida kiyamsa, yana bir bayramda kiyamsa. Rasmi ya? Ha, ras. Nimanda xo'sh qilsiz meni? Xo'shib ketdingmi? Qo'la. La men yig'ishtirib chiqay.